qochishga yaqinroq, kattaroq variantidan so'rovdinglarmi? Ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Sizlar boblardan yetib keldi. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Mana pachkalardan yetib kelgan. Mana sutga ishlayman deydigan aka-ukalarimga mana. O'zingizlar sifatlarga bitta baho beringlar aka-ukalarim. Layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi aka-ukalar. Mana chizza bo'yiga bichalik yetib keldi. Boshini ko'tarmaydiganlardan, ocha-opatlardan yetib kelgan. Ishlarga bitta ahamiyat berasizlar. Layklardan bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi. Mana orqa korobkalarga bitta ahamiyat berasizlar aka-ukalar. Mana shunaqa pachkalardan yetib kelgan. Mana sutga ishlayman deydigan aka-ukalarimga. Assalomu alaykum Samandar obunachilari, sizlarni uzoq kuttirmagan holda yangi partiyalarimiz yetib keldi. Juda ko'p aka-ukalarim qochishga yaqinroq, bahorga chiqib buqaga qo'yib qo'yadigandan so'rashyapti. Mana talab va istaklarga binoan chempionlardan, jiqlardan kelib qo'yganmiz. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Iliklarni qaranglar, baqvat, polvon sutga to'yganlardan yetib kelgan. Layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib tursanglar, narxlarni nerealni qo'yib yuboramiz. Kerak bo'lsa hozirgi kunda yangi tug'ilgan ham bunaqa narxlarga bermayapti. 9 oy sabr qilsanglar ham bular tug'ib beradigan variantlardan aka-ukalarim. 1 yil sabr qilsanglar. Layklardan bosib qilayotgan mehnatlarimizni qadrlagan holda poddeshka qilib tursanglar, narxlarni sindirib yuboraman aka-ukalarim. Xo'p, bizni videolarni shunchaki ko'rmaysizlar. Malol olmasanglar ham 200 ming so'm pul to'lashinglar mumkin. Buning uchun kommentariyaga kiringlar, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishinglar mumkin. Xo'p, o'tgan safargi g'oliblarimiz Barchinoy bilan Alisher va aloqaga chiqsa pullarni tashib beramiz. Xo'p, bugungi sanamiz 12-yanvar haftani dushanba kuni manzillarimiz Namangan viloyati Chust tuman Shoyon qishlog'idan o'zimizni mini fermada video obzor qilyapmiz. 12-yanvar bugun aka-ukalar. Xo'p, bugungi sizlarga 4 bosh Galshteyn friz xonajillarimiz bor. Bahorga chiqib buqaga qo'yib qo'yadigan variantlari ham bor aka-ukalarim. O'zingizlar video davomida ko'rib borsanglar, batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Layklardan bosib poddeshka qilib turaverasizlar aka-ukalarim. Birma-bir ko'rsataveramiz mana. Kattaroq variantidan juda ko'p aka-ukalarim so'rashyapti. Mana talab va istaklarga binoan kattaroq variantlardan. Videoga katta qilib olmayapmiz. Boricha ko'tarib olyapmiz. Bo'yi baland bo'lgan akalarim. Действительно. Sutga ishlayman deydigan aka-ukalarimga 100% tavsiya qilamiz. Mana to'llarga bitta ahamiyat berasizlar aka-ukalarim. Hammasiniki mana 100% garantiya beramiz qoniga, yemog'i-chimog'iga mana. Mashalloh, mana qaranglar aka-ukalarim. Mana molga tushunadigan aka-ukalarim bilib bo'ldi bularni nimaligini mana. Bitta yo'q. Onalari 35 ta 40 ta sut berayotgan, 40 tadan 35 tadan kam bermas ekan bularni onalari. Mana. Xudo xolasa bo'lmadi deganda bular ham 35 ta sut beradigan sigirlar bo'ladi. Haydorinchi Nozimboy aka. Mana birma-bir ko'rsataveramiz. Hammasini orqalari keng mana. Telefonda qanday ko'rinyapti bilmadimmi mana. Havas qilgan, hozir imkoni bo'lmasa ham like bosib, kommentariyaga yaxshi fikr qilib qo'ysa, xudo xolasa Alloh yetkazadi. Mana aka-ukalar. Mana ostilarni qaranglar. Hammasiniki aka-ukalar ostilari chempion mana. Orqalarini bir qator ko'rsatamiz. Ichida bitta puchi yo'q, masalan, qanaqa desam bo'ladi. Ko'ti kichkina bir kelishmagani yo'q. Hammasini bichimi, hamma yo'g'i kelishgan. Mana qaranglar aka-ukalarim. Kastim shumi tozasidan deydi-yu mana. Voy mashalloh mana. Xudo xolasi sut bilan to'ldirib yuboradi. Mana shu 4 tasini olib bir 6 oy sabr qilsanglar, o'zi bittasini sotsanglar, 4 tasi, 3 tasi sizlarga tekinga qolib ketadi. Bular Yemen Tashorinchi Nozimboy aka bir yegdi ishtisini ko'rsataylik aka. Ha, onajillar. Qattan topaman bunaqa pachkalarni xo'ja aka deydi-yu mana. O'zingizlar sifatlarga bitta baho beringlar aka-ukalarim. Ha. Xo'p, bularni yosh oyligini aytmadik. Yosh oyliklari aka-ukalarim 7 oylikdan o'tgan, hammasi 8 oylik. Mana. Xo'p, bo'ylarga keladigan bo'lsak, eng kichkinasi 1.20. Mana kattalar 1.30 chiqadi-yu, quyug'i suyug'iga 1.20 ga olishaversin aka-ukalar. Mana obo mana shu 1.30 dan kam kelmaydi mana shu ikkita onachi mana. O'zingizlar mana liboy narsaga moslab o'lchab olsanglar bo'laveradi. Endi men kamroqni aytaman, uyga borib o'lchaganda yo ko'rganda xursand bo'lib ketsin borganda.
Xo'p, asli bunaqa mollarni bo'yiga yo olginisiga qarab olinmaydi. Sifatiga, ko'chatiga olinaveradi aka-ukalar. Hozir aytadigan narxim aka-ukalar, ishonaveringlar, bozordan ham topa olmaysizlar. 100% garantiya beraman. Bunaqa narxlar bozorda ham yo'q aka-ukalar. Yemoq ichmoqni ko'rsataylik, mana chizza qo'yib yeb icharlar mana. Aka-ukalar. Hammasi yeb turgan o'najillar mana. Bekorga ko'rsatmaymiz biz. Xo'p, bundan tashqari yana o'najillarimiz, mollarimiz bor. Kelsanglar aka-ukalarim, eshigimiz ochiq. Lokatsiya deb yozsanglar bo'ldi mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol kelib, yana o'najillardan xarid qilsanglar bo'ladi aka-ukalar. Imkon qadar video qilib berishga harakat qilamiz. Video qilmas, sotilib ketayotganlar ham ko'p bo'lyapti. Shunga kelib bemalol olib ketsanglar bo'laveradi. Bular narxini sindirib tashlaymiz. Haydanchi Nozim bu aka. Mana joniy sog' bo'lib turishlarini qaranglar, nima deyapti mana. Iliklarni qaranglar, bo'laman degan narsalar. Xudo xolasa bahorga chiqib buqaga qo'yib qo'ysanglar, mol bo'lib qoladigan g'onajillar mana. Xo'p, bular donaga ham sotiladi, optimga ham. Ilojim boricha 4 tasini olgan har tomonlama o'tadi. Donaga olsa narxi o'zgarib ketadi, plus minus. Shunga ilojim boricha 4 tasini bir joyga tashlab qo'ysa, har tomonlama maza bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari yana bundan kichikroq variantdagi mollarimiz bor. Kimga nechta, qanaqa mol kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga o'sha ekrandagi nomerlarga chiqsanglar, ishlarni bitirib beramiz aka-ukalarim. Xo'p, hozir hech kimga sirmas aka-ukalar. Yangi tug'ilgani ham 12 million, 13 million so'm bo'lib turibdi. Borani 12 millionga olib, shuncha qilguninglarcha, oho, sizlarga 20 million narxga o'tib ketadi. Ha, vaqtdan yutqizasizlar qancha. Xo'p, boshqa joylarni ham narx-navosin bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, bozorda ham shunaqasi, buni birinchidan bunaqa chiqmaydi. Shunga o'xshash xonajillar chiqib qolsa, 16 million, 17 milliondan kamiga sotilmaydi. YouTube'larda ko'rib turibmiz, 22 million, 23 million ham deyorishyapti. Xuddi mana shunaqa xonajillar mana. Qo'lingizda telefoninglar bor, bemalol ham yo'g'i ko'rib, tekshirib olib, aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Boshingizdan qotirib 18, 17 yo'q aka-ukalarim. So'ragani uyaladigan qilib aka-ukalarim 4 tasini bir joyda 15 million 200 ming so'mdan ketdi mana. Qattiq beradi mana. Yanglishmadinglar aka-ukalarim. 15 million 200 ming so'mdan mana. Kommentariyaga otangga rahmat deb bitta likelardan bosib qo'ysanglar bo'ldi aka-ukalarim mana. 15 million 200 ming so'mdan mana pashti qochma o'najildan beraveryapmiz. O'zimiz ham shunaqalar 17 million 18 million sotganmiz mana. Bo'lsa obunachilarimizga bo'lsin mana. O'zingizlar sifatlarga tomosha qilib baho beraverasizlar mana. Xudo xolasa bular hadamay mol bo'lib qoladigan sigirlar mana. Orqa garobkalarni qaranglar mana, ostilarini. Hamma joyi xudo xolasa idealniy mana. Sigir qilgani arziguliklar mana. Kim olsa ham maza qiladigan o'najillar mana. Juda ko'p aka-ukalar menga qochishga yaqinroqda so'rashyapti mana. Like'lardan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, paddeshka qilib, havas qilganlar uyda shunaqalardan 10 tadan 20 tadan bo'lsa, videoda kamchiliklar, xatolar bo'lgan bo'lsa, ming uzr so'raymiz. Bizdan uzoqlashmaylik. Like'lardan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, paddeshka qilib tursanglar, bundan-da zo'rlarni chiqarish nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like'lardan bosib, qo'llab-quvvatlab, paddeshka qilib turaverasizlar aka-ukalarim.